Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aldıdan qalsa qo'limizga oppoq qog'ozdan bir tal qalam olaydi. Qalam bilan oq qog'ozga bir chambar chizib, o'ttirga bir chekit urib, boshqalardan chambarning ichida nima ko'rding deb so'rasak, u chekitni deydi. Ondan yana bir chekitni qo'yib, endi-chi desak, ikkinchi chekitni ko'rdim deydi. O'zimni buni ko'p sinab baxtim degandek umum jihatdan hammasi chambarchiga qor chekitni ko'rganligini aytdi. Endi psixologiya o'qituvchisi shu o'quvchiga nima uchun siz chambarchilikka shunchalik cho'ng oppoq yerni ko'rmay bir tal yoki ikki tal qor chekitni ko'rsangiz deb savol qo'ydi. Buni texmi tushunish qilish uchun shu chambar ichidagi qor chekitning doirasini texmi kengaytirib, tangichlikcha oq yer qo'yib, boshqa hammasini qardab olgandan keyin o'quvchilarga endi chambarning ichida nima ko'rdinglar degandan keyin o'quvchilar 98% qor bilan 2% oqni ko'rganligini aytadi. Shunga psixologiya o'qituvchisi o'quvchilarga sizlar birinchi qitim chambar ichidagi shunchalik oqni ko'rmay, bir ikki tal qor chekitni ko'rgaydinglar. Lekin ikkinchi qitim chambarning tangichilik yerdan boshqa hamma qorga bo'yab bo'lgandan keyin uning ichida oqning borligini his qildinglar. Bu nima uchun deydi. Qarsa demisim shundoq aqlga muvofiq. Shuning bilan boshqalar tarafidan psixolog deb atalgan bu sehrer kahiylar o'zini tuymagan holda o'zini boshqalarni ozdirib, inson tadqiqotiga cho'kib, boshqalarni axlat azgilga yoki jilon ulsiga boshlabmangdi. Yuqoridagi chambar to'g'risidagi psixologlarning tushuntirishi bundoq. Har qanday inson o'zining tuvan o'ringa tushib qolishini xohlamaydi. Masalan, bir televiziya muxbiri maktab o'qimisini erishgili bo'lgan intayin jafoliq bir oddiy xizmatni qiladigan bir ishchidan siz bu xizmatda rozimi desa, bu ishchining o'zining bu xizmatdan nihoyatda mamnun, xushal ekanligini og'ziga tegmay rozimanlik bilan izg'ir qilganligini qarab, haqiqatan bu ishchi o'zining xizmatidan rozi o'xshaydi deb o'ylasak bo'lamdi. Amsa nimishqa o'zimi bak mamnun bo'ladigan, o'qimisi erishiladigan bu xizmatga o'zining bir partisi bo'lgan farzandini maktabdan chiqarilib, o'zi bilan birga ishlashning o'rniga balki uni butkul topgan targini bilan o'qitib, o'zini faxrlanadigan, boshqalarni havas qiladigan yaxshi bir xizmat o'rniga kirishtirishida bu o'zining so'ziga zidqo. Shu vajdan psixologlar maktab o'qimisimi erishgili bo'ladigan xizmatchining so'ziga gumon bilan qaraydi. Hamma dard alamini ichiga yutib farzand uchun to'lagan badalni haqiqat deb qaraydi. Yana o'zini musulmonga nisbat beradigan, lekin islomning ko'rinish bo'lmagan, xizmatdan bo'lmagan, pulimi bo'lmagan oila va jamiyat tarafidan chetga qilib, bir yuk sanalgan bir yigit tuyuqsiz ma'lum bir da'vatchining ta'siri bilan islomning namoz, ro'za, saqol shuning o'xshash amallarni o'ziga o'zlashtirib, boshqalarni namoz o'qishga, ro'za tutishga, saqol qo'yishga chaqirgan bir da'vatchi bo'lib qoldi. Ham namoz o'qimagan, ro'za tutmagan, yog'liq saqolga o'xshay islom arkonlarini qilmaganlardan xaplashga, oshkora holda ularni tanqidlaydigan, hatto kofir chiqaradigan kishi ham bo'lib qoldi. Mana mushningdek boshqalarga azor berib, obro'yini tugib da'vat qiladigan yigitlar psixologlar tarafidan da'vat sanalmaydi. Mana bularni psixologlar turga ayirib, tadqiq qilib, tajriba to'plab, mushlar orasidan haqiqiy dinga ixlos qilganlar bilan dinga o'zining g'arzini aralashtirib olganlarni insonning tiyidan obro'q yaratgan xarakter bilan bog'lab ko'rsatib, mundaq tushunchlarni ham o'tirib qo'ydi. Bularning nazarida insonning tiyidan o'zining boshqalardan tuyan bo'lib qilishni yoqtirmaydigan xarakter bo'lganligi uchun jamiyatda o'rni bo'lmagan mayli xizmat va yoki iqtisodiyatdan bo'lsin, jamiyatga adolat bilan qaraydigan bu da'vatchilar jamiyatda o'zidan ustun bo'lgan kishilarning o'zidan tuvan turgan taraflarini so'kish orqali ularning o'rnini tushirib, o'zining hurmatini oshirib, jamiyat tarafidan chetga qilayotgan ish qilishlarga shifo tepishdir deydi. Ya'ni bir misol, bir namozga yigit ma'lum bir joyda o'tirayotganda oldidan boshqalardan farqlanib turadigan bir havonimizning qizi o'tishga boshladi. Shundan bu yigit atrofdagi qarindoshlarga to'ydirmagan asosda u qizga bir necha qitim qaradi. Ondan uning bir qarindoshi qizga tikilib qarasang yaxshi emasligini eskartdi. Shundan bu yigit o'zining u qizga maftun bo'lib qaramaganligini, balki uningga nafrat bilan qarganligini aytdi. Psixologlar bunday holatni boshqa tushundirdi. Bular deydi: bu yigitning u qizga tikilib qaragani shak shubhasiz mutlaq. Agar bunday bo'lmasa u bir necha qitim qaramaydi. Uning qarindoshiga o'zining qarshilabga nafrat bilan qarganligini aytishi faqat o'zining pas maydonini o'ngshash uchun ko'rsatgan bahonasi. Ya'ni insonning tiyidan o'zining tuvan o'ringa tushib qolishini xohlamaydigan xarakter tursa, bo'libmi dinni to'liq tushunib bo'lolmagan, yoshlik to'mirda urg'ib turgan,
Uning ustiga ancha-muncha boshqalarni islomga yaxshilik chaqirgan bir yigitning o'zining shu qizga tikilib qarganligini e'tirof qilishi qarindoshlari oldida inovatning tushishiga boshdan og'izda so'z chechak bo'lib qilishga sababdir. Shundaqla ko'chaga alayid kelib chiqqan shu Havonimizning qizidan siz ko'chaga odam otining o'g'illarini o'zingizga qartish yoki boshqalarning ichini qizitish uchun mushundoq alayid kelib chiqdingizmi desa, bu Havonimizning qizi o'zi shundoq niyati chiqqan bo'lsa-mu buni e'tirof qilib bo'lmaydi. Balki kimga o'xshatib qoldingiz? Meni shundoq chakini ko'rib qolgan o'xshamamsiz? Sirtqa pok ratib chiqmay sizga o'xshab jaldur-juldur chiqsam bo'lamdi deb inson xarakterik obro'yini saqlaydi. Yuqorida keltirgan misollar psixologiya kitoblar chiqmaydi. Men faqat qarindoshlarimizga, hamshiralarimizga tushunish bo'lsin deb mohiyatni o'z beti qo'yib, shaklni o'zgartirish usulini qo'llandim. Ya'ni mohiyat, misol bir kishiga o'lim bekitildi. Bu kishini o'qda o'ltiramdi yoki zaharnimi, tokdimi, dardimi, suvdimi ish qilib o'ltirdi. Man bu o'lim asli, ya'ni mohiyat o'xshamig'ini o'ltirish usuli. Shuning uchun mening yuqorida keltirgan misollarim psixologiyaning mohiyatidir. Faqat shaklni o'zgartirib qo'ydim xolos. Psixologlarning oxirgi ko'z qarashi inson qancha pastlashgan sari boshqalarning aybini topishga shuncha yiris bo'ladi. Xuddi bir soqchi namozxon yaxshi odamlarni tutaverdi. Bu soqchi biladi o'zining nachar ish qilayotganligini. Lekin bu o'z navbatida tigidan obro'yliq yoritilganligidan bu ashu yaxshi tabiatlik namozxon kishilarning ba'zan kamchiliklari va qattiq so'roq jarayonida boshqa qarindoshlarini so'rab chiqqan holatlarga qarab Samu shundoqqa deyish orqali boshqalar tarafidan kelgan nafratlardan ro'y isqildigan holatlarga tasalli tepib, o'zini o'sha o'z tutgan yaxshi kishilardan ustun tutishga tirishadi deb yozadi. Mana bu psixologlar shu saqchining shu ro'y holati bilan o'zini yuqori o'ringa chiqarishga tirishayotgan vaqtini amaliyotda uning eng past o'ringa vaqti deb qaraydi. Shundaqla jamiyat tarafidan yaklangan, hech qanday qarshi kuch qolmagan odamga, yiliqi 98% qora, 2% oq o'xshashlarga bu odam manda qor bo'lgan bilan manda oq yanlarim bor deyish bilan o'zini oliyjanob kang qo'rsoq ko'rsatib boshqalardan ustun bo'lash orqali orom topadi deb ham yozadi. Alloh subhanahu va taoloning insonni obro'liq yaratganligi Qur'on va hadislarda sabit. Kufr buni samoviy kitoblardan ko'rib, ham buni ko'p sinoqlarni o'tkazib, haqiqatan insonning sharafli yaratganligiga shubha qolmagandan keyin buni o'zining manfaati uchun qo'llanish kirishdi. Mundaqcha aytganda, jahiliyat uslubi bilan qo'llandi. Jahiliyat davrida izzat uchun, shon sharaf uchun insonlarning qanchalik qon to'kkanligi, hisobi qanchalik bilolmayman. Albatta bizning tariximizda bak ko'p, lekin hammamizga tonish bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davridan misol olaylik. Ayni vaqtda Quraysh qatlari Ka'baning buzilgan yerlarini qaytadan qurib chiqish uchun Ka'bani ulidan boshlab qo'pirib, Hajar Aswadni o'z joyiga qo'yishga kelganda o'zaro ixtiloflashdi. Ya'ni Hajar Aswadni o'z o'rniga qo'yishdan iborat bu sharafni hech qaysi qabila boshqalar o'tnib berishga unamaydi. Hatto bu ummatning firavn bo'lgan Abu Jahil o'z qabilasidagi jangyaramli kishilarni ilib kelib, shu vaqtdagi arablarning odati bo'yicha qochiq qon temitib o'zining Hajar Aswadni o'z o'rniga qo'yishdan iborat bu sharafdan mahrum bo'lib qolsa, qon to'kishni yonmaydiganligini bildirib qo'yib ketadi. Bular shu holatda 4 kun kelisholmay turganda, albatta bu bir uzun tafsilot. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baning ishkidan birinchi bo'lib kirib, o'zining tonini yerga silib, Hajar Aswadni tonning o'ttiriga qo'yib, qabila boshliqlarining hammasiga tonning bir uchidan tutqizib, hammasini birlikda ko'targizib, Hajar Aswadni o'rniga qo'yish bilan hamma qabila boshliqlarining boshlar oldidagi o'rnini tushirmasdan noy tadbirlik bilan izzat va shon sharaf uchun hech narsa aymaydigan bu Quraysh qatlarining masalasini hal qilib berdi. Ikkinchi, islom kelishi ilgari arablarda ayol ilishning cheklanisi bo'lmagan. Qachon islom kelib bir erning odillikni ishga oshirgan shart asosida eng ko'p bo'lganda 4 ayol bilan o'tish Alloh subhanahu va taoloning kitobida ilohiy qonuniyat bo'lib muqimlashganda arablar qo'rqib ketgan. Salaf solihlar arablarning xarakterini sifatlab, bu arablar tigitakli isil shon sharafli oiladan kelib chiqqan kishilarga o'z qizini 3-chi, 4-chilik berishni ayab qolmaydi. Agar o'zining izzat va shon sharafini qo'g'damaydigan kishi bo'lib qolsa, birinchilikmi ham bermaydi deb ko'rsatdi. Shu vaqt arablarning qo'rqib ketishiga sabab shuki, shu vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nikohida 9 ayol bor edi. Mana bu mu'minlarning onlari bo'lgan bu 9 ayol har qabiladan. Arablarning qo'rqib, demi ichiga tushib, sukut ichida g'amkin o'ychan bo'lib qolishga asos sabab shuki,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ilkide 4 ayolni tutib qilib qolganlarni qo'yib berarmi? Shu qo'yib bergan ayollar bizning qabilimizning qizir bo'lib qolarmi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan bo'lgan qudubajlikdan iborat sharafdan ayrilib qolarmizmi? Shuning bilan birga qabilimizning izzat hurmati boshqa arab qabilalari ichida yerga urilarmi degandek ansirashlar bo'lgan. Mana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin köp ayollik buluş amillardan bir amildir. Elbette başka amilleri bo'lgan, lekin hammani tushuntirish maqsad emas. 3. Halid ibn Velid Muttaqini qo'mondonlik qilishini ilib 3000 kishilik qo'shindan 100 ming kishilik Vizantiya qo'shini etilganda o'z atrofidagi qo'shinning bir-birini urkiyotganligini ko'rib, qo'shinni qabil bilan qayta tashkillab, shundoq nido qildi.